Hop, bismillah. Bugun biza asosiy darslardan ikkinchisi kriptovalyutadan keyingi to'xtaladigan narsamiz kripto markazni bilib olishimiz kerak. Ya'ni har bir narsani markazi bor. Ya'ni sport saytlarini sport markazi bo'ladi. Mahsulotlarni o'zini kripto olami markazi Coin Market Cap degan sayt bo'ladi. Bu saytda biza kriptovalyutani hammasini, ya'ni asosiy markaziy birjaga chiqqan kriptovalyutaning hammasini ro'yxatini ko'rishimiz mumkin va ularni harakatiga qarab, rivojlanishiga qarab reytingini ko'ramiz. Mana saytga kirganimizda donli saytdan ham ko'rsak bo'ladi va burchada bizada buni izlash degan joyi bor. Search. Bu saytni rus tiliga o'tkazib olsanglar ham bo'ladi. Google Chrome'da, ya'ni yuridik degan joyidan. Ingliz tilida tursa ham bo'ladi, farqi yo'q. Lekin inglizcha so'zlarni ham bilib qo'yganinglar yaxshi. Bu saytdan nima foydalarni olishimiz mumkin? Masalan, bu yoqda reytingda 1 soat, 24 soat, 7 kun davomida o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Mana misol uchun 24 soatni bossam, 24 soat ichida mana 85 9% ko'tarilgan, link 7% ko'tarilgan. Misol uchun bosamiz. 1 soatligiga qo'yadigan bo'lsam, mana 7% ga link degan token ko'tarilgan. Hop, bizaga ko'tarilgan tokenlardan umuman foyda yo'q. Biz uni savdo qilolmaymiz. Biza asosan bu yerda nimadan foydalanamizki, 7 ni bosganimizda 7 kun davomida ko'tarilganlar bo'lsa va yana bir marta ustiga bossak, 7 kun davomida tushib kelgan tokenlarni ko'ra olamiz. Bu bizga qanaqa ustuvorlik beradi? Misol uchun, biza arzon olib qimmat sotishga o'rganayotgan bo'lsa, demak 7 kun davomida tushib kelgan token bo'lsa, mantiqan u keyingi maqsadi keyingi hafta yana ko'tarilishi kerak bo'ladi. Chunki bozor har doim haftalab tushib yuravermaydi. Misol uchun mantiqan 5-6 kun tushsa, u 5-6 kun yana ko'tariladi yoki 3 kun tushsa, 3 kun ko'tariladi. Biza bu yoqdan tayyor turgan tokenlarni ro'yxatini ola olamiz. Misol uchun mana Audiere 50% tushgan, Kanton 22% tushgan, Ondo 9% tushgan. Bu tushgan joyidan yana o'sha joyga qarab yuradi. 6, 7, 8, 9% gacha ko'tarilish ehtimoli bor. Shu narsani bizaga beradi. Endi qaysi token tushgan bo'lsa, mana bosganimizdan keyin reytingda, keyin biz o'sha tokenni bossak, misol uchun Jupiterni bossak, bizaga uni Trading View ga o'xshab ko'rinishini ko'rsatadi har xil vaqt oralig'ida va u haqida informatsiyani beradi. Misol uchun Jupiter qisqartmasi JUP va bu yoqda narxi turibdi. Misol uchun 16 sent. Ayni damda 16 sent. Kriptovalyutalarni ikki xil nom bilan ataladi. Coin ham deyiladi, token ham deyiladi. Coin blokcheyn olamida o'z tarmog'iga ega bo'lgan token. Ya'ni o'zini shaxsiy ishlab chiqargan blokcheyn tarmog'ida ishlaydi. O'sha tarmoqning shaxsiy tokeni. Token bo'lsa elektron kriptovalyuta bo'lib, mavjud begona tarmoqda ishlovchi kriptovalyuta. Misol uchun, biron bir o'yin bo'lsa, misol uchun Warcraft o'yinini anaqasi tokeni bo'lsa, u любой o'ziga qulay tarmoqqa tanlab, o'sha tarmoqda ishlayveradi. Ya'ni bu yerda Warcraft o'yinida u ochkoga beriluvchi token sifatida chiqarilgan bo'lishi mumkin va kripto bozorda ham olib sotib qilinadi va o'yin o'ynaganingizda ham biron bir g'alabaga erishganingizda sizga qanchadir miqdorda mukofot sifatida beriladi. Farqi biz oladigan foyda. Token bu umumiy kriptovalyutalar, coin o'z tarmog'iga ega bo'lgan kriptovalyuta. Bozorni tahlil qilishda biza ko'proq market capiga e'tibor qilishimiz kerak. Market cap misol uchun qancha million dona token ishlab chiqarilgan bo'lsa,
ya'ni ishlab chiqarilayotganda aniq bir son belgilanadi. O'shani yig'indisini hozirgi narxiga 3 sent bo'lsa, mana shuni hammasini 3 sentga sotsa, o'sha market capini yig'indisi bo'ladi. Ya'ni hozir hammasini sotib olsa, mana shuncha pul yig'iladi, 0,3 sentdan sotsa deydi. Tabiiyki, ertaga bu 8 sentga ko'tarilsa, market capi ham yuqorilashib qoladi, kattalashib qoladi. Market capi $120 million yuqori tokenlarga e'tibor qilishimiz kerak. Nimaga? Asosiy sabab, misol uchun market capi 7 million bo'lsa tokenda, ya'ni yig'indisi, bozorda token yurgan bo'lsa, uni kimdir misol uchun $3 million sotib olsa, bozor tikkasiga o'sib ketib qoladi. Ya'ni bundoq zina qilib ko'tarilmay, shundoq tikkasiga o'sib ketib qoladi. Yoki $3 million miqdorida sotib yuborsa kimdir, u tikkasiga narxi pastga tushib ketib qoladi. Ya'ni keskin tushib ketib qoladi. Biza risk qilmasligimiz uchun market capi eng kamida $120 million tokenlarga e'tibor qilishimiz kerak. Ular zina qilib ko'tariladi, zina qilib tushadi. Ya'ni bularni tahlil qilsa, texnik tahlillarimiz o'xshaydi va u keskin manqaga qulab ketib qolmaydi. Ya'ni bozor strukturasi bo'yicha yuradi. Sababi $120 million bozorni qo'zg'atish qiyin. Ya'ni $1 million kimdir sotib olsa ham, даже $20 million sotib olsa ham bu qo'zg'atishi qiyin bo'ladi. Ya'ni buni keskin ko'tarib yuborishi yoki keskin tushirib yuborishi. Shuning uchun bizga orientir shunaqa bo'ladi va Coin Market Cap'da sahifaga kirganimizda har bir tokenni yoniga mana market cap deb yozib qo'yadi. The total market cap value of cryptocurrencies calculating supply, ya'ni barcha tokenlarni, misol uchun mana Ethereum bo'lsa, market capi 227 milliard. 227 milliard. Ya'ni Ethereum biz bilamizki, Bitcoin'dan keyingi chiqqan va eng yuqori tokenlardan va mashhurlari mana Binance birjasini o'zini tokeni bor. Coin'i bu Binance tarmog'ida, o'zining tarmog'ida ishlaydi va uni market capi 81 milliard. 81 milliard. Market cap 120 milliondan kam miqdordagi tokenlarda manipulyatsiya ko'p bo'ladi, savdo ko'p bo'ladi va tahlillar o'xshamasligi koeffitsiyenti yuqori bo'ladi. Ya'ni riskli yuqori bo'ladi. Siz tahlil qilasiz, bozor keskin o'sib ketadi yoki keskin tushib ketadi, keyin sizga bu narsa yoqmaydi. Demak, xulosa, tokenni narxi muhim emas nechi pulligi. $500 token bo'lishi mumkin, 1 sentli token bo'lishi mumkin, $20 token bo'lishi mumkin. Kapitalizatsiyasi demak muhim bo'lar ekan, ya'ni umumiy qozondagi puli kattaroq bo'lishi. Market cap nima degani? Agar bitta coin chiqarib, unga $1 qo'ysa, uni market capi qiymati $1 bo'ladi. Agar 10 ta coin chiqarib, uni qozoniga $1 qo'ysa, uni qiymati 10 sent bo'ladi. Ya'ni sizlarga bitta narsa aytib qo'yaman, sizlar ham kriptovalyuta ishlab chiqara olasizlar. Misol uchun Tohir bo'lsangiz va Xda token ishlab chiqarishingiz mumkin. Maxsus saytlar bor kriptovalyuta ishlab chiqarishga. Faqat siz misol uchun 1 million donami yoki 10 ming dona chiqarsangiz, X degan tokendan ishlab chiqarayotganingizni o'zida boshiga unga market capiga pul qo'yishingiz kerak bo'ladi. $500 eng kamida yoki va hokazo ketdi. Bu yog'i endi xohlaganingizcha. Endi agar siz mashhur bloger bo'lsangiz, mashhur odam bo'lsangiz, Elon Musklarga o'xshab, siz Twitterda e'lon qilasiz, buni sotib olishadi. Narx ko'tarilgan sari uje market capi endi $500 bo'lmaydi, uje 5 millionga ham ko'tarilib ketadi market capi. Ya'ni u oldi sottisiga qarab market capi kengayadi. 10 ta coin ishlab chiqarib, $1 qo'ysangiz, uni qiymati 10 sent bo'ladi. Agar 10 million dona token ishlab chiqarib, $10 qo'ysangiz, uni qiymati
5 bir dollarga teng bo'ladi. Ya'ni kriptovalyutani bozorga chiqarasiz 10 million dona va unga $10 qo'shasiz g'aznasiga, vazniga. Uni qiymati 5 bir bo'ladi. Agar $40 kirsa, qiymati $0.04 bo'ladi. Ya'ni 5 bilan 4 ga ko'tariladi. Agar $40 kirsa, ya'ni u bozor sotilishni boshlasa, narx ko'tarilsa, market capi kattalashadi. Mish-mishlardagi falon $3 narsa $10 bo'larkan degan mish-mishlarni eshitamiz. Bundan oldin kriptovalyutaga qiziqqan bo'lsanglar, har xil kanalda aytadi. Falonchi XRPni olinglar $10 ga chiqarkan, pistonchini olinglar $100 ga ko'tarilarkan yoki endi $3 koin $10 bo'lishi uchun qancha pul kirish kerak bo'ladi? Hisob qilyapsizmi? Misol uchun mana 10 millionta dona tokenga $40 qo'ysagina 5 bilan $4 bor. U $10 bo'lishi uchun yoki $3 narsa $10 bo'lib qolishi uchun qancha uning ichiga pul kirishi kerak? Masalan, koinni narxi 22 sent hozirgi damda. U 333 milliard market capga ega hozir. 33 milliard misol uchun. Endi u $2 bo'lishi uchun unga 330 milliard pul kirish kerak bo'ladi. Ya'ni bu degani hammani e'tibori shu tokenda bo'lib, hamma shuni sotib olib 33 milliardlik 33 milliardlik market capga 330 milliard pul kerak bo'ladi. Bu juda ham katta summa. Ya'ni hazil ekan emas, u 33 milliard pul kirish uchun qancha aholi jalb qilingan bo'lishi kerak shu tokenga. Endi xulosa o'zingizda. Ya'ni bu token falon dollarga chiqib ketarkan deyish uchun qanchalik katta pul kirish kerakligini o'zingiz xulosa qilaverasiz. Va CoinMarketCap saytida bu yoqda Token Unlocks degan bo'lim bor mana. Token Unlocks. Bu yoqda biron bir kriptovalyutani bozorga chiqishini ro'yxati turadi. Kalendari turadi. Buni qanaqa tushunsa bo'ladi? Misol uchun biron bir kriptovalyuta ishlab chiqarilsa, uni ma'lum bir qismigina bozorga chiqariladi. Ma'lum birgina qismi. Sababi uni narxini ushlab turish uchun. Ya'ni kriptovalyuta bozorda qancha kam bo'lsa, u narxi shuncha turadi. Misol uchun mana Mercedes bitta model chiqarsada, S-klass modelda, undan aytsaki, biza 10 ming donagina chiqardi bu zavoddan desa, u juda ham qimmat bo'ladi. Chunki 10 ming dona millionerlar uni sotib olish payida bo'ladi, uni narxi keskin turadi. Lekin bundan biza 100 millionta chiqardi desa, o'zini o'sha standart qo'yilgan narxida turishi mumkin. E'tiborsiz bo'ladi. Shuning uchun ham kriptovalyuta ma'lum bir qismi qulflanib qo'yiladi-da, kvartalda chiqariladi. Hop, sizda savol tug'iladi. Boshim og'rib ketdi. Misol uchun bozordan kriptovalyutani zanjirdan qo'yib olishini bizga nima aloqasi bor deyishingiz mumkin. Aloqasi bor. Misol uchun 16 avgustda ZTX degan token qulfdan chiqariladi desa, demak o'sha kuni bu 10%, 15% ga narxi tashashi mumkin. 10-15% ga tashashi mumkin narxi. Bu boyagi gap xuddi. Ya'ni keskin bozorda tushib ketadi narxi. Sababi bozorda soni ko'payib ketganligi uchun bu tokenni va undan keyin u sekin ko'tarilishni boshlaydi. Ertasi, indinga va keyingi haftalar ko'tarilishni boshlaydi. Bu bizga daromad qilishga imkon beradi. Ya'ni tagida olishga va qimmatroq sotishga imkon beradi. O'shaning uchun CoinMarketCap'da mana bu yoqda token razlogsga kirib, qaysi tokenlarni qachon erkinligiga chiqishini ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda tanigan tokeninglar bo'lishi mumkin, tanimagan tokeninglar bo'lishi mumkin. Misol uchun mana DAM degan token bozorda anaqaga chiqadi, mana razlog bo'ladi. Token Unlocks turibdi tepada menusida.
Hop, unlock etilyapti. 316 million bozorda bor deyapti hozir. Qulflangan deyapti. 683 milliontasi qulfda turibdi mana. Bu qulfda, bu anaqasida. Va shu bozorga chiqariladi. Hop, 15-avgust 26-yilda shu narsa bozorga chiqadi, misol uchun. Nima uchun kriptovalyuta bir qismi qulflanib turadi? Narx oqib ketmasligi uchun qulflab qo'yiladi va oz-ozdan bozorga chiqariladi. Demak, koin milliardlab chiqarilgan bo'lsa, uni qiymati ko'tarilishi ham og'ir kechadi. Dogecoin kabi yoki Pepecoin kabi. Ya'ni Doge degan mashhur token bor, tokeni qiynalib yuradi bechara. Qachon Ilon Mask Doge deb yozib qolsa, it yozib qolsa, mana shu o'sha kuni ko'tariladi 15, 20, 50%ga. Xo'p, endi lug'atimizga token unlocks qilib turgan tokenlarni bozorga chiqish ma'lumotlari about, ya'ni biron bir misol uchun Tron degan tokenni tanlasa coin marketda poistini about degani shu tokenni faoliyati haqida qisqacha ma'lumot, market cap bozorga chiqarilgan tokenlarni qiymat tengligi, volume market cap 24h, market capiga nisbatan kunlik oldi savdo hajmini foizi. Ya'ni misol uchun market capi 774 ming dollar bo'lsa, bir kunlik oldi sotdisi mana 1,49 ming ekan. Kepek ekan. Bilmasdi bu. Misol tuzukroq tokenlarni tahlil masalan, mana Tron 31 milliard. 31 milliard market capi va volume 24 soatda o'zini 31 milliardga nisbatan 1% oldi-sotdi bo'ladi. 1% oldi-sotdi bo'ladi. Va 24 soat ichida o'rtacha 33 million dollar savdo bo'lyapti. Bizaga muhim joyi bu yoqda volume market capga nisbatan, ya'ni umumiy hajmiga nisbatan qancha savdo bo'lyapti. Bu qanaqa ko'rinishda bo'ladiki, misol uchun mana bu hammasi chiqarilgan tokenlar bo'lsa, mamincha qismigina kunlik savdo bo'lyapti. Endi siz mamincha qismi kunlik savdo bo'layotgan tokenni topsangiz, bu judayam aktivniy bo'ladi. Ya'ni oldi-sotdi bozorda yulduzli bo'ladi. FDV degan bo'limi bu bozorga chiqqan chiqmaganlarni qo'shib hisoblashi. Ya'ni pulsiz turganlarni ham qo'shib hisoblaydi. Lekin aynan shu Tron tokenida hammasi bozorga chiqib bo'lgan ekan. Sababi market cap bilan bir xil ko'rsatyapti narsani. Market cap bilan FDV ikki xil ko'rinsa, demak bu qulfda turganlarni ham hozirgi kundagi narxga, ya'ni 0,32 sentga hisoblayotgan bo'ladi. Va bu yoqda o'sha unlock bo'lish haqida bozorda misol uchun Aster degan tokenni oladigan bo'lsa, 36% bozorga chiqarilgan, 63% ushlab turibdi va bu tarqatilganda misol uchun 30% communityga tarqatilgan, qo'llab-quvvatlash anaqasi, ya'ni biron bir token bozorga chiqishidan oldin u test rejimida ishlaydi. Odamlar test qiladi, uni oladi, sotadi, mashq qilib ko'radi, blokcheynni tarmog'ida ishlashini tekshiradi. 5% Teamga, 53% airdropga, ya'ni tekinga tarqatilishiga, har xil community odamlarga va hokazo, hokazo 4% likvidatsiyaga, listingga ajratib qo'yilgan, misol 4%. Listing degani ajoyib narsaki, ko'p birjalarda bozorga chiqishidan oldin arzon narxda beradi. Misol uchun 0,1 sentdan ham beradi ba'zida, misol uchun yoki 0,05 sentdan ham beradi. Sizga beradi, ertaga bu bozorga chiqadi. Qanchaga ko'tarilishini biz bilmaymiz deydi. Xohlasang olgin deydi. Misol uchun olishgacha $1000 gacha ruxsat beramiz deydi, olishingga deydi. Hamma birjada bor. Bu narsalarni keyinchalik o'tamiz. Agar siz bu proyektni
kuchliligini bilsangiz, homiylari kuchliligini bilsangiz, olib ishtirok etsangiz bo'ladi. Man ya'ni o'tgan safar aytib berganim mana shunaqa edi. Ya'ni $50 olib, ertasi kuni $500 sotib oluvdim bozorda ko'tarilganda. Volum market cap 24 soat. Agar kulli ob'yom 5% dan kam bo'lsa, token uxlayapti. Likvidlik zaif. Savdoga kirish mumkin, lekin chiqish qiyin bo'ladi. Ya'ni 5% dan kam degani mana mana shuncha token chiqqan bo'lsa, mana shunchasi savdo bo'lyapti. Ya'ni 2%, 1%, 3% va hokazo. Ya'ni bu savdo o'ta aktiv emasligini, o'ta passivligini bildiradi. Ya'ni kelajakda biza tokenlar bilan savdo qilamiz, ishlaymiz. O'sha vaqtda birov kirib qo'yasiz, bilasiz mana. Любой token tanlaysiz, poiskdan topasiz, qaraysiz va pulli mana ob'yom, volum ob'yom degani. Market capga nisbatan mana 1% ko'rsatyapti Tron'ni. Misol uchun. 1% gina savdo bo'lyapti. Endi boshqasini ko'ramiz. Misol uchun Link ko'ramiz mana. Market capi 7 milliard, 24 soat ichida 7% savdo bo'lyapti. Bu dahshat degani. Dahshat. Zo'r degani. Agar kulli ob'yomi 5% dan kam bo'lsa, token uxlayapti. Likvidlik zaif. Savdoga kirish mumkin, lekin chiqish qiyin bo'ladi. Ya'ni likvidlik degani o'sha narsani tez sotilishi, tez olinishi. Ob'yom. Agar kulli ob'yomi 5% dan 15% gacha bo'lsa, bu sog'lom savdo, xotirjam savdo qilish mumkin. Ya'ni hozir ko'rsatganimdagi mana linkda market capiga nisbatan kulli savdosi 7% dan yuqori. Bu yaxshi. Zo'r. Agar kulli ob'yom 15% dan 30% gacha bo'layotgan bo'lsa, bu tokenga katta pullar kirayotgan bo'ladi, e'tiborda bo'ladi va savdo uchun e'tiborli bo'ladi. Qachon mana bunaqa holat bo'lishi mumkin? 15-30%. Misol uchun yaqinda chempionat bo'ldi. Misol uchun kimdir Holland degan token chiqaradi. Mana shunaqa savdolar kuniga 30-60% bo'lishi mumkin market capiga nisbatan. Sababi futbol chempionati ketyapti, Holland trendda, sababi bilan o'ynab yutdi-yu. 4 goldan yutdimi? Holland. Subhanalloh. Esimda ham. Agar kulli ob'yomi 30-60% bo'lsa, bu qaynoq savdo, volatilность, ya'ni bozorda narx tushishi, likvidlik impulsi yetarlicha real savdo bo'lyapti. Agar kulli ob'yom 60% plus bo'lsa, demak bu yerda yo'q, pamp bo'layotgan bo'ladi. Pamp degani ikkita termin bor. Pamp degani o'rtacha 25% ko'tarilib ketishi. Dump degani o'rtacha 25% va undan yuqori tushib ketishi narxi. Ya'ni buni dump deyiladi. Dump. Ko'tarishi pump. Dump, pump. Ya'ni mana shuni lug'atiyligiga yozib qo'yiladi. Dump narxi keskin tushib ketishi, pump keskin ko'tarilib ketishi. Hatto shunaqa pump degan token ham bor. Kichkina оборотli tokenlarda ko'p uchraydi. Daromad zo'r, risk ham bor. Ya'ni market capi 5 million, 7 million dollarlik tokenlarda u hech narsa emasda. Misol uchun kunlik ob'yomi 60% dan yuqori bo'lishi. Chunki summani o'zi kichkina. E'tibor qiling. Agar ob'yom ko'tarilishi, misol uchun 2 million dollarga nisbatan 50% bo'lsa, bu hech narsa emas degani. Ya'ni 1 million dollar bo'ladi 50%. Lekin 2 milliarddan 15% оборот bo'layotgan bo'lsa, bu katta, juda katta pul kirgan bo'ladi. Ya'ni zo'r bozor qaynayotganligini bildiradi. Shu narsani bloknotingizga yoki doskaga yozib qo'yinglar. Men misol uchun yotoqxonamda katta doska turadi, 1,5 metrga 1 metrlik devorga osib qo'yganman va muhim narsalar bunaqa turadi. Doskamga yozib qo'yaman. Har gal kravatimni ro'parasida turadi, ko'zim tushib turadi mana shunaqa narsalar. Ya'ni o'rganayotganda shunaqa ish qilish yordam beradi yoki bozordan oyoqli doska olib kelib, spalnigingizda qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ko'zingizga har kuni tushish uchun.
Demak, buni A3 qog'ozga pechat qilib yopishtirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Har gal coin market capda, misol uchun, narxlari 7 kun davomida tushganini, misol uchun, qidiradigan bo'lsangiz, misol uchun, Aptos'a qaraysiz, market capi 462 million. Ha, demak, 120 milliondan yuqori savdo qilsa bo'ladi. Pulli savdosi 5% dan yuqori. Ha, demak, bu yaxshi. Va keyin kirasiz, uje tahlil qilasiz. Misol uchun, APT. Aptos, keyin davomiga USDT deb yozasizda va bu yoqda e'tibor qiling, mana bitta spotni bosib qo'ying. Mana bu yoqqa CX bosib qo'ying, ya'ni markazlashgan belgi bo'ladi. O'shanda, misol uchun, Binance'ni belgilashingiz mumkin bo'ladi. Bitget, misol uchun, MEX va hokazo. Va bu yoqda ko'rasiz, misol uchun, Aptos qanaqa holatda. Pullikka olaylik. Narx judayam pastga tushgan. Judayam pastga tushgan. Demak, zini qilib bu yoqqacha ko'tarilishi mumkin yoki bu yoqqacha ko'tarilishi mumkin. Uni keyin tahlilda o'tamiz, inshaalloh. E'tibor qiling, agar obyom 2 milliondan 50% bo'lsa, hech narsa emas degani. Sabab $1 million bu bozorda pul emas. Lekin 2 milliarddan 15% bo'lsa, bu jiddiy pullar bo'ladi. Va bu yoqda mana AVAX'ni misol keltirganman. E'tibor qiling, nomidan keyin har doim Trading View'dagi qisqartmasi keladi va reytingi 26-o'rinda. Market capi 2 milliard va pulli обороты 7%. Endi total supply degani bu donasi. Ya'ni bozorda 463 million dona AVAX bor. Lekin o'zi aslida AMAX 7 million 715 million dona AVAX bor. O'shandan yarmi, почти yarmidan ko'proq. Total supply degani bozordagi tokenlar soni, maximum supply degani jamiki ishlab chiqarilgan tokenlar soni bozorga chiqqan va pullanganlar bilan qo'shib olganda. Bu yoqda mana holders degan so'z bor. Bu ushlab turuvchilarning soni, ya'ni 181 mingta shaxs bu tokenni o'zida ushlab turadi. Hamyonida, birjasida va hokazo. Xo'p, endi Avalanche anaqasiga kiraylik, jonli. Mana Avalanche bu o'zini tarmog'iga ega bo'lgan kuchli token va bu yoqda qaranglar. Boost tagida, misol uchun, mana informatsiyalardan keyin veb sayt turibdi. Veb saytni bossam, buni o'zini sahifasiga kirib, Avalanche haqida tushuncha olishimiz mumkin. Nima bu? Bunaqa maqsadlari nima va blokcheyn olamida nima qiladi? Lekin osoni ChatGPTdan so'rash va har bir ishlab chiqarilgan kriptovalyutani white paper'i bo'ladi. White paper'i degani bu pasporti ichida bir 50 varroqli PDF format bo'ladida. Qachon ishlab chiqarildi, bozorga qanchasi chiqdi, nima maqsadla qo'ygan va nima blokcheyn olamidagi muhim ishlarni bajarmoqda. Shular yozilgan bo'ladi. 50 ta varroni o'qolmaysiz, toqatingiz ham yetmaydi. Eng zo'ri white paper'ni olib, ChatGPTga tashlab, menga qisqa qatorda tushuntirib ber. Qanaqa proyekt, kimda homiy va nimani rejalayapti deb so'rasangiz bo'ladi. White paper deyiladi, ya'ni bu pasportda. E'tiborli narsaki, iPhone tanidan beri har bir iPhone'ning ichida Bitcoin'ni white paper'i bo'lgan. Nimagadir. Shunaqa jumboqli narsa. Har bir iPhone telefonining ichida Bitcoin'ni white paper'i bor. Shuning uchun ba'zilar o'sha Satoshi Nakamoto Bitcoin o'ylab topgan odam Steve Jobsmikan deb o'ylashadi. Tagida sotsial tarmoqlari, kontraktlari, ya'ni kontrakt deganda shu tokenni markazlashmagan birjadan olishga uni identifikatsiyasi. Bizda pasportimizda FA 667788 turadi-ku, bu ham shunaqasi. Buni keyinchalik o'tamiz. Hop, bilinishi kerak bo'lgan ma'lumotlar. Hop, veb sahifasi va faoliyati haqida bafurja ma'lumotlar, sotsial tarmoqlari, white paper, tokenni pasporti kabi faoliyati, kapitalizatsiyasi, vazifasi, homiylari, iqtisodiy xaritasi va
kvartallar bilan, ya'ni qaysi kvartalda qanchasi chiqadi. All time high token faoliyatida eng baland narxi, qiymati va sanasi. All time low token faoliyatida eng past narx, qiymati va sanasi. Ya'ni mana Avalanche AVAX hozir $6 qaranglar. Eng yuksalgan narxi $146 chiqqan ekan mana. Eng past tushgan narxi $2.79 gacha tushgan. Endi hozir biza hali buqa sezoni kelmadi. Bitcoin yuqoriga qarab yurishni boshlaganda bu o'zini narxiga chiqqanda ham necha foizga aniq bo'ladi. Daromad beradi. Avalanche bu ishonchli, faol, zo'r tokenlar. Ya'ni reytingda ham 26-o'rinda turadi. Agar 146 ga, ya'ni 150 ga o'zini narxiga qaytib chiqqanda ham tasavvur qancha aniq bo'ladi. Ya'ni 146 ga 21-yil ko'tarilgan ekan. Koronavirusdan keyin kriptovalyutalar ancha yuksalib ketgan. Eng past narxi 20-yil dekabrda bo'lgan ekan. 31-dekabr 20-yilda $2 ga tushgan ekan. Buni lug'atga yozib qo'yinglar, kelajakda kerak bo'ladi. Umid qilamanki, boshinglar og'rib ketmayapti, lekin shu narsalardan men boshlashim kerak. Keyingi darsimizda uje aniq-aniqlardan boshlaymiz uni. Sham nima, nimaga nazarasi bor, uje narx ko'tarilishi aniqligiga o'tishni boshlaymiz. Boshlanishiga TradingView programmasiga top 100 taliga kiruvchi kriptovalyutalardan 5-10 tasini tanlab oling. ChatGPTda 5-6 ta market capi $120 million dan yuqori bo'lgan coinlar faoliyatini o'rganib chiqing har kun. 5-6 tadan o'rganib ketavering, o'zingiz uchun tushuncha paydo bo'ladi. Mana bu o'yinni tokeni ekan, mana bu blockchainga aloqador ekan, mana bu muzika, mediaga, mana bu sportga aloqador ekan. Taqqoslash va farqiga borish uchun ham o'rganib chiqishingiz kerak. Ya'ni nega Toyota kam buziladi? Nega nemislar avtomobili qimmat? Nega Xitoy mashinasi BYDlar ko'proq sotilyapti? O'shani bilish uchun siz avtomobil olamiga baribir kirib kelasiz. Misol uchun reytingda eng zo'r nima desa, Mercedes chiqib keladi. Lekin Mercedes qimmat, servisi ham qimmat. Oddiy xidoyi qildirmasangiz $1,500-2,000 kallasini yeydi. Lekin Toyota 600-700 ga ham bitishi mumkin hadovoyi. Demak, yaponlarniki to'ntagi yaxshiroq ekan. Sifat bo'yicha-chi desa, misol uchun Mercedesni saloni zo'r, metali qimmat, lekin o'zi ham qimmat. Yaponlar o'rtacha narx, qarzlar undan-da arzonroq, lekin pishuvligida mana bilasiz, Lacetti ham, Nexia ham o'lmaydigan mashina. To uni qabrga olib kirib ketmasa 25 yil ham yuraveradi. Hali ham yuribdi Lacettilar, Nexialar. O'shanga o'xshab ChatGPTdan har kuni 5-6 ta market capi 120 milliondan yuqori bo'lgan coinlarni o'rganib chiqing. Bu sekin-sekin kripto olamiga kirib kelishinglarni boyitadi. Va bu yoqda fikrlar degan bo'limiga tashlab qo'yganman. Yaxshi tokenlarni ro'yxati. Hype emas tokenlar, ya'ni shov-shuvda bo'lmagan, oddiy, yaxshi yuradigan tokenlar. Ko'proq tahlilga bo'ysunadi. Ethereum, Solana, NIR, AVAX, Arbitrum, XRP, Tron, ADA, Link. Mana shu Link ham zo'r token. Yomon ham chiroyli yuradi aniq-aniqlari. Gram bu anaqaniki. Telegram hozir otini o'zgartirgan. Oldin Tron deydi, tokenni otini hozir Gramga o'zgartirib qo'ygan. Litecoin, Xbar, Sui, Ondo, Aave, Dot, BLD yaxshi tokenlardan, yaxshi yuraveradigan. ZRO yaxshi yuraveradi. TVT bu elektron kошелек tokeni, Trust Wallet'niki va hokazo. Kunlik savdosi kamida market capidan 10% bo'lgan tokenlar. Ya'ni o'rtacha kunlik savdosi 7-10% yuradigan donlik hisoblanadi. 5% dan kam bo'lsa, kunlik savdo tokeni sekin harakatlanadi va puli yo'q degani. Bugungi sizlarni boshinglarni qotiradigan narsalarim shular edi. Endi biza jiddiy kirishamiz. Ya'ni bugun shanba bo'lsa, seshanba kundan boshlab shamlarni o'tamiz, inshaalloh. Ya'ni sham o'zi nima vazifa bajaradi? Polniy chuqurlashamiz shamlarga inshaalloh. Bundan buyog'iga qiziqarli bo'lib boradi inshaalloh. Lekin men bu bugungi aytgan statistikalarimni
darsni 2 marta ko'ringlar, shoshmasdan ko'ringlar va fahmlab ko'ringlar. Ya'ni bu narsalar bizlarga har kuni kiramiz bu saytga va har kuni qaraymiz. Nima tushgan, nima ko'tarilgan, qanaqa token. O'shaning uchun kun davomi hafta davomida tushishi yoki kun davomida tushishiga, umumiy market capiga e'tiborli bo'lib turamiz har doim. Salomat bo'linglar. Bugun dars kechga qoldi, rozi bo'lasizlar. Menga bog'liq emas edi, lekin soat 9 da svet keldi. Shu kech edi e'lon qilishimga. Soat 9 bo'luvdi. Keyingi safar o'zini vaqtida bo'ladi. Inshaalloh seshanba kuni 21:00 da ko'rishamiz. O'ylayman bu darsga savol-javob kerak emas. Srazu shanbadan boshlab davom ettirib ketaveramiz. Salomat bo'linglar. ChatGPT bilan gaplashishni to'xtatmanglar. Tokenlarni o'rganishga ro'yxatni fikrlar bo'limiga tashlab qo'yganman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.